Tashkilotimiz 1972-yilda qurilgan bo'lib, 2021-yilda mukammal ta'mirlangan obod qishloq dasturi asosida. Hozirgi kunda 180 o'ringa mo'ljallangan bo'lsa-da, 220 nafar hududdagi 3-7 yoshli bolalarni o'z bag'riga olib, sifatli ta'lim-tarbiya berib kelmoqdamiz. Tarbiyalanuvchilarga 30 nafar pedagoglar sifatli ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. Ularning 50% oliy ma'lumotli birinchi, ikkinchi toifaga ega bo'lgan kadrlar hisoblanadi. Tashkilotimiz 2025-yil yanvar oyidan boshlab Prezidentimizning 152-sonli farmoniga asosan tumandagi tayanch maktabgacha ta'lim tashkiloti etib belgilandi. Bundan maqsad nima? Maqsad hududda biriktirilgan 20 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan direktor o'rinbosarlarini oyda 2 marotaba metodik mahorat kunlarini tashkil etish, ularni sifat samaradorligini oshirish, kelgusida o'sib kelayotgan bolajonlarimizga rivojlangan davlatlarning ta'lim metodikasini o'zimizni mentalitimizga mos tarzda o'rgatishdan iboratdir. Yana bundan tashqari tashkilotimizda rus tili, ingliz tili, koreys tiliga ham chuqurlashtirilgan gruppalarimiz bor. Jismoniy tarbiya yo'riqchisi Ahmedov Ravshan aka tomonidan o'zbek jang san'ati bo'yicha pulli xizmatni tashkil qilganmiz. Hozirda 20 nafar tarbiyalanuvchilar ushbu to'garakda juda ham qiziqib faoliyat olib kelmoqda. Yana bundan tashqari tashkilotimiz 3 yildan buyon isitish tizimi davlat xususiy sherikchilik asosida isitilyapti. O'tgan yilning avgust oyidan boshlab ovqatlanish tizimi ham outsourcing usuliga o'tkazildi. Maqsad faqat bizni vaqtimiz ta'lim-tarbiya jarayoni bilan shug'ullanish, ta'limni sifatli olib borish, pedagoglar bilan ishlash, ularni o'z ustida ishlashlarini, yanada o'z kasbiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishdan iboratdir. Yoshligimdan bu kasbga juda ham qiziqqanman. Boshqa mutaxassis bo'lishimga qaramasdan aynan ushbu kasbni 7 yil avval o'qiganman bu kasbga, qayta tayyorlovda. Nimasi bilan qiziq? Bolajonlarni birinchi o'rinda sevish kerak. Bolajonlarni yaxshi ko'rish kerak. Hozir ham ish vaqtim tugashiga qaramasdan soat 5:30 bo'lsa, yana 2 soat vaqt cho'zilib tursin-ku, men bolalar bilan ishlasam, pedagoglar bilan ishlasam, bu ta'lim mazmuni bilan ichiga kirsangiz bir ham qiziqarli, bolajonlarni yosh qalblari bilan ishlash juda ham maroqli. Ularni rosa ham yaxshi ko'rganim uchunman shu bu kasb tanlaganman. 2025-yilda UNICEF tomonidan tashkil qilingan bolalarni erta yoshdan rivojlantirish loyihasi asosida Toshkent shahrida qisqa muddatli malaka oshirish kursida o'qib keldim. Bundan tashqari menejerlik kursini 2025-yil iyun oyida a'lo baholar bilan bitirib menejerlik sertifikatiga ega bo'ldim. Va yana oktyabr oyida tashkil qilingan Andijonda tashkil qilingan malaka oshirishda shu rivojlangan davlatlarni Buyuk Britaniya, Singapur ta'lim yo'nalishlarini chuqurroq o'rganishga yana qisqa muddatli kurslarda qatnashib kelyapman. Uzluksiz ushbu yo'nalishda o'rganib va rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Ayniqsa bizda hozir bir narsani aytib o'tishim joiz. 15-avgust kuni Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri E'zoza Karimovaning tashrifi, ushbu tashkilotimizga tashrifi bizga juda ham katta motivatsiya berdi. O'quv yili oldidan albatta qo'ygan uzoq muddatli rejalarimizga sekin-asta erishamiz. Bunda albatta kadrlar bilan birgalikda, ota-onalar birgalikda, shu jamoa bilan birgalikda albatta bolajonlarni kelgusida o'zlari sevgan kasbga bo'lgan muhabbatini va tilga bo'lgan qiziqishlarini yanada rivojlantirishda, maktab ta'limiga sifatli tayyorlab berishda qo'limizdan kelgancha barcha harakatlarimizni, kuch-quvvatlarimizni safarbar etamiz.